Soğuq havada junubluqdan paklanish. Savol. Assalomu alaykum. Men oliy maktab o'quvchisi o'g'il. Kechida junub bo'lib qolsam, yotoqda muncha yo'q. Maktabda musulmoncha muncha bo'lmag'achqa, bu haq cho'ng-kichik, o'quvchi, o'qituvchi hammasi o'pchi munchada yo'yinadi. Paklanish uchun masjidga yoki yiroqroq joyga berib g'usl qilishga to'g'ri keldi. Yoz kunlari kiyimlarim bilan suvxonada yo'ynatdim. Hozir havo sovuq ham bomdodga yaqin uyg'onib qolsam, suvxonada o'chirit bo'lib ketadi. Yana bir jihatdan men suvxonada yo'yinsam, boshqa kafirlarga ta'siri yaxshi bo'lmadi. Ba'zida tuyuqsiz g'usl vojib bo'lib qoladi. Arqa-arqadan dars bor. Shunga bir necha namozning vaqti ketadi. Bu xil ahvolda tayammum qilsam bo'lamdi? Tahorat olishga tamoman bo'ladi. Tayammumdan keyin tahorat olamanmi? Boshqa qiz qarindoshlarimizning yuyinish ishi texmi ta'sirlik. Ustoz, bizga duo qilib qo'ysalar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga dur salomlar bo'lsin. Ma'lumki, tayammum qilganda tayammum qilish niyati bo'lishi, suvni yaqin atrofdan izlab so'rab boqqan bo'lishi, izlagandan keyin suv topolmagan bo'lishi kerak. Ammo suv tepilsimi, suv ishlatsa ziyon qiladigan jarohat yoki kasallik bo'lganda, suv oladigan narsa tepilmaganda yoki suvni elish intayin qiyin bo'lganda, dushmandan, o'g'ridan yoki yovvoyi hayvonlardan qo'rqib suv akilolmay qolganda, qattiq sovuqdan to'ngib ketganda, yanida suv oladigan yoki qish kunlarida munchoq kiradigan pul bo'lmaganda yoki yanida bar bo'lgan suvni ishlatsa o'zi yoki uloqlari ussab qiynalib qoladigan bo'lsa, bu ahvollarda tayammum qilsa bo'ladi. Chunki bu ahvollarda suvni baribir ishlatilmaganlikdan bar bo'lgan suv hukm jihatdan yo'q hisobda bo'ladi. Demak, suv bar turib isitish imkoniyati bo'lmasa, havo sovuq bo'lganlikdan og'rib qolishdan ansirsa, suv bo'lgan taqdirdami yuyinsa boshqalarga avrat ko'rinib qoladigan vaziyat bo'lsa, yuyinmay tayammum qilib namoz o'qisa bo'ladi. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi mundaq deydi: Ihtilom yoki jimodan junub bo'lgan kishi g'usl qilib andin namoz o'qishi lozim. Suv yo'qligidan yoki ishlatsa ziyonga uchraydiganligidan g'usl qilolmasa, masalan, kasal kishi g'usl qilmoqchi bo'lsa yoki havo sovuq bo'lib g'usl qilsa bosh og'riqidan yoki zukamdan yoki sovuq tegib ketishidan qo'rqsa, mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, tayammum qilib namoz o'qiydi. Namozni vaqtidan kechiktirsa bo'lmaydi. Bundaq sharoitda ayol kishi g'usl qila olmaymiz deb erini jimo qilishdan to'sab turib olsa bo'lmaydi. Balki jimo qilaversa bo'ladi. G'usl qila olsa qiladi, bo'lmasa tayammum qiladi. Olimlar suv isitish imkoniyatiga qarab ikkiga ayirgan. Birinchi, suv isitish imkoniyati bar bo'lgan ahvolda suv isitib bo'lguncha yoki g'usl qilishga o'chra saqlab kutib turib g'usl qilguncha yoki munchiga berib bo'lguncha namoz vaqti chiqib ketadigan bo'lsa, olimlar o'rtasida ikki xil qarash mavjud. Biri yuqorida Imom Ibn Taymiya degandek tayammum qilib namoz o'qiydi. Chunki namoz degan vaqtida o'qiladigan ibodat bo'lg'achqa, uni har qanday o'ziri bilan vaqtidan kechiktirishga bo'lmaydi. Yana biri namoz vaqti chiqib ketsimi, suv isitib g'usl qilib namoz o'qiydi. Chunki u suv topgan kishidir. Ikkinchi, suv isitish imkoniyati yo'q bo'lgan ahvolda sovuq suvni ishlatsa ziyonga uchrashidan ansirsa, buningda olimlar o'rtasida ikki xil qarash mavjud. Biri yuqorida Imom Ibn Taymiya degandek tayammum qilib namoz o'qiydi. Tahorat oladigan bo'lsa-mu, tahorat elish kerak emas. Chunki tayammum g'uslining o'rnida turdi. Tayammum cho'ng va kichik tahoratsizlikni ko'zirib yetishda yetarlik. Yana biri tahorat oladigan, lekin g'usl qila olmaydigan bo'lsa, tahorat olib ondan tayammum qilish kerak. Chunki Alloh taolo Allohdan taqtonlarning yetishchi qo'rqinglar degan. Yuqorqidek sovuqdan to'ngib ketadigan ahvolda tahorat olmasimi tayammum qilsalar yetarlik degan qarash kuchlik. Islom dinimiz qulaylik dinidir. Hazrat Amr ibn As radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men Zatu Salasil g'azotida sovuq bir kechada ihtilom bo'lib qoldim. G'usl qilsam o'lib ketishimdan ansirab tayammum qilib hamrohlarimga imom bo'lib bomdod namozini o'qidim. Bu ish payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yetganda mendan: "Ey Amr, sen junub holatda hamrohlaringga imom bo'lib namoz o'qidingmi?" deb so'radi. Men g'usl qilishga to'salg'u bo'lgan sababni deb berdim va Alloh taolaning "O'zinglarni o'ldirmanglar,
Allah çoqum sizlarga rahim shafqat qilg'uchidir deganligini anglagan edim, dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zimni anglab kulib ketdi va bir narsa demadi. Bu hadisdami tahorat ilib andan tayammum qilganligi rivoyat qilinmagan. Yuqorqidek qiyin sharoitlarga duch keladigan o'g'il qiz qarindoshlarimiz tuvandagilarga diqqat qilishi lozim. Birinchi, musulmon yatoqdoshlari bilan hamkorlashib biror ig'iz munchiga parda yoki ishik bekitib kishi yolg'iz g'usl qila oladigan sharoit hozirlash. Qaynoq suv saqlab qo'yadigan chaydonga o'xshagan narsalarni setib olib foydalanish. Ikkinchi, kiyimdagi ma'ni ho'l bo'lsa yo'yib etish, qurib qolgan bo'lsa uvlab etish yetarlik. Ammo avratdagi shaldoqlarni istinjo orqali tozalab o'tadi. Uchinchi, fursat topilgan hamon g'usl qilib olish. To'rtinchi, g'usl qilishga yetmaydigan, ammo tahorat olishga yetadigan issiq suv bo'lgan ahvolda uning bilan istinjo qilib kiyimni tozalab o'tish, eshib qolsa tahorat olib o'tib, ondan tayammum qilish. 5. Yuqorqidagi ahvolda tayammum qilib o'qigan namozlarni keyin g'usl qiladigan chog'da qayta o'qimaydi. 6. Tayammum qilish usuli. Tuproqqa alqon bilan 2 qatim urib, birinchi qatimda yuzini, ikkinchi qatimda qo'lini jaynakicha silaydi. Ba'zi faqihlarning qarshida tuproqqa 2 qatim emas, 1 qatim ursimi, qo'lini jaynakicha emas, beg'ishgacha silsimi bo'ladi. 7. Tayammum qilganda tuproqni to'sadigan o'zik, palaga o'xshagan narsalarni elib o'tish kerak. Tayammum qilishga boshlaganda bismillah deyish, alqonni kirib turib tuproqqa urish, urgandan keyin yuzini bulg'ab o'tmaslik uchun qo'lini qiqib o'tish, barmoqlarining orasini aralab silash, o'ngdan boshlash, tartib bo'yicha boshda yuzini, undan keyin qo'lini silash, tayammum harakatlarining aralig'ini uzib qo'ymay orqa-orqadan qilish mustahab. Janobi Allah taqvodorlik qilgan qarindoshlarimizga fazli marhamati bilan chiqish yo'li qulaylik ato qilg'ay. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. 2012 yili 12 oyning 30 kuni.